Qadrli obunachilar, kimgadir bejiviy salondagi Nexia 3 yoqadi. Bejiviy salonda avtomatik korobkada ishlab chiqarilgan yil 2017-yil. Salon holatlari ham yaxshi, chiroyli chexollar, poliylarigacha bor. Patologiya stokalar qoraytirilgan, yurgan probegi 237 ming bo'lgan 2017-yil ishlab chiqarilgan. Polni shumkadagi turtli yumshoq balonlarda LED faralargacha ustanovka qilingan. Metan gazlarigacha bor. Pakaleniya holat chiroyli holatda. Hozirgi kunda umuman kamchiligi chiqimi yo'q mashina. Olib bosaveradigan joyi, kraskasi, ikkinchi kraskasi aytganimdek toza, bitta joyda petnochasi bor, uni ham hozir ko'rsatib o'taman. Mana shu yerda 150 bir qari tushgan petnosi bor, atak qolgan joyi absolutni toza. Bemalol o'zlaring uchun yana kelib ko'rib tekshirtirib olasizlar. Turgan adres Qo'qonda, mashinaga generalni beriladi. Nasiya savdo barter orqali ham kelib gaplashib olib ketishni ham mumkin. Naqd pulga keladigan bo'lsak, naqd pulga $6700 egalari so'rashyapti. Yana bir ko'ngillariga yo'l topsalaring, bu narsa o'tib berishadi inshaalloh. Nomerlarni ekranda qoldiraman. Bemalol telefonlashib, baraka qila olasizlar. Kanalimizga o'tib bitta podpiskani bosib, like bosib qo'yinglar. Shunaqangi mashina qidirib yurganlarga shu videoni repost qilib, shunday qilib jo'natib qo'ysalaring, samolyotchan bosib, inshaalloh videomiz manfaatli bo'ladi degan umiddaman.